Xushxabar berib qo'yibsizlarga, mana shunday issiqda, oftobda terilib pishib, payg'ambarimizga muhabbat bilan salovatlar aytib turgan odamlarga qiyomat kunida hammaga bo'lsin, dahshatli bir issiq bo'ladi. Odamning tili yelkasi nochizasiga tushib ketadi, miya qaynab ketadi. Hech qanday soya salqin bo'lmaydi. Hech qanaqa qiyomatda mana shu olib ketadigan qiz bola bo'ladi, buni unutmaydi. Bo'ptimi? Qizlaring borsa, xotinlaring, boshqalaring anaqa desa ularga gapiga quloq solmanglar. Qiz bola Alloh taoloning bergan eng katta davlat. Payg'ambarimiz qiz bola tug'ilganda suyuninglar degan. Sizlarni ko'rib, mana o'riydi qarang. Butun dunyoga ko'rib o'pdi-ya. Ay, sharlar bu otini qo'shnasi otib qo'yish kerak bu yerga. Bilasizlarmi nima? Hareket ekanda aytaman, bilib olasiz. Alloh bir-biriga aytib qo'yadi, shunday o'tib qor ekandir. Yashasin bu to'yda kulishib, yayrashib, duoni ham erkalab, adib yig'i-sig'i bilan qilinavermaydi. Ne shundan bo'lsin, Allohu akbar.